چەكلەنگەن كىتاب ئاننىنىڭ خاتىرىسى. ئەتىرپىڭىزدىكى ناھەقچىلىقلارنى خاتırlab qo'ying. مىللىتىڭىز ھەم ئەۋلادىڭىز bu ئادالەتسىزلىكتىن قۇتۇلسۇن. Мәзкур әсәр haqida ilova. Yahudilar qirg'inchiligi 2 dunyo urushidan keyin dunyoda qayta yuz bermaydi deb dunyo jamoati tarafidan va'da berilgan cho'ng qirg'inchilik bo'lib, bugungi kunda qayta yuz bermaydi deyilgan bu qirg'inchilik Uyg'urlar ustida takror yuz bermoqda. Texmi ichinishliqi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik usulining ayni davrdagi Yahudilar qirg'inchiligi bilan turlik o'xshashliklarining bo'lishidir. Uyg'urlarning Yahudilar duch kelgan irqiy qirg'inchilik haqida izdanishi va ayni davrdagi Yahudilarning bu qirg'inchilikni dunyoga oshkorlashiga asos bo'lgan hodislar ustida fikr yurgizib beqishiga to'g'ri keladi. Anni Frank xotирisi dal Yahudilar qirg'inchiligi eng chin xotирلەنگەن dunyoviy asar bo'lib, Uyg'urlarning bugungi kunda o'zlari duch kelgan irqiy qirg'inchilikni xotирlab qo'yishi keyingi kunlarda Xitoyning jinoyatini surishti qilishda intayin mo'yim ahamiyatga ega ish hisoblanadi. Qarindoshlarning bu asarni tafsiliy ko'rib va anglab chiqishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hurmat bilan Uyg'ur pida'iy tەrجىمانلار گۇرۇپىسىدىن. ئاننىنىڭ خاتىرىسى. Analizchi جىياڭفېڭ. Tərcimədə Uyğur pida'iy təرجىمانلار گۇرۇپىسىدىن دىلچىن. Buningdan bir necha yil ilgari Amsterdamning bosh atiyoz faslida men bir kichik qizning turalg'usini ziyorat qilish fursatiga muyassar bo'ldim. Bu joy Shahzoda kanaliga joylashgan bo'lib, Amsterdamdagi boshqa qurilishlar bilan bak cho'ng farqlanib ketmaydi. Ya'ni ishiga tor, darizasi nayti cho'ng. Amsterdamga sayohat qilib borgan do'stlar bilishi mumkin. Gollandiyaliklar savdo qilishni yaxshi ko'rdi. Dastlabki yillardagi boj yiqquchilar nimaga asosan boj to'lashni bekitgan? Ular uy ishigining cho'ng kichikligini o'lcham qilgan bo'lib, agar uyning ishigi qancha cho'ng bo'lsa, savdosimi cho'ng bo'ladi, keladigan mehmonmi ko'p bo'ladi deb qarilib, to'laydigan bojni ko'p bekitgan. Buning bilan savdogarlar ishikni kichikiltishga boshlagan. Lekin ular yana savdo qilish kerak-da. Qanday qilish kerak? Ustidagi qavatning darizasini cho'ngaytib, og'amchi bilan molni tortib, uy ichiga ilib kirgan. Shunga Amsterdamdagi tonel bo'yiga selingan kon uylarning o'g'isida hozirgacha molni tortish uchun ishlatilgan ashu koni ilmak bor. Kichik qizning turalg'usimi mushundoq. Tar eshikdan kirib, tik palampay orqali ustidagi yig'in zalining bulingidagi aylanib turadigan mashhur bo'lgan kitob ishkovi orqali to'mir ranglik jimjit maxfiy joyga kirsiz. Bu yerda bir dariza bor bo'lib, dariza sirtida yengil bix chiqargan kashtan darixi ham yiroqdagi cherkovning o'g'zisi ko'rinib turdi. Bular mening xiyolimdan kechdi. Tonish bo'lgan hissiyat, xuddi bu kichik qizning dunyosiga kirib qolgandek. Bu kichik qiz Anni Frank. Dunyoga tangliq mashhur asar Annining xotirisining avtori. Dal mushu vaqtda oltin rang chashliq 10 yoshlar chamisidagi kichik qiz mendan germancha. Men siz turgan joyda turib, ko'rib baqsam bo'lamdi dedi.
sizning avu daraxtni ko'rginiz bormi deb yondirib so'radim. U beshini lingshitib, ha deb javob berdi. Men yana sizning yana qo'ng'iroq ovozini anglag'ingiz bormi dedim. U yana beshini lingshitdi. Men bu vaqtda dunyoning kichiklab qolganligini, hayotlikning illiqligini his qildim. Men uningga, menmi sizga o'xshash shu kitobni ko'rib bo'lib, bu yerni ziyorat qilish uchun kelgan. Lekin men sizchilik vaqtimda bu kitob mening vatanimda cheklangan kitob edi dedim. Bu qiz hayronlikdan ko'zlarini yo'g'on echib, "Annining xotирىسى cheklangan kitobmi?" deb so'rdi. U meningdan texmi ko'p uchurlarga erishmoqchi bo'lgan ma'nida menga qaradi. Men kulimsirgan holda uningdan ayrildim. Bu vaqtda pastda nihoyat uzun o'chratda turgan sayohatchilar bor bo'lib, xizmatchi xodimlarning bildirishicha, oz degandimi 2 soat o'chrat turdi ekan. Amsterdamning bosh atyoz kunlari g'arbi dengizdan kelgan shamol ta'siridan kishilar qilin sharplarni taqib olgan edi. Meni eng ta'sirlantirgani asosiy jihatdan hamma oila bolalarni elib kelgan edi. O yerdan chiqqandan keyin men udul yotog'imga qaytmadim va asta mengib pivo muzeyxonasi oldida qator tizilgan o'rindiqda o'ltirib, yiroqlarga nazar soldim. Bu koni shahar Amsterdamda necha 100 yildan buyon cho'ng o'zgarish bo'lmadi. U mushu tuproqda yuz bergan har bir voqeaning tarixiy shohidi bo'la oladi. 1926-yili 6-oyning 12-kuni, ya'ni tarixdagi bugungi kun, Anne Frank Germaniyaning Frankfurt shahridagi bayashat Yahudi oilasida tug'ilgan. 1933-yili Hitler taxtga chiqqandan keyin Germaniyada Yahudilarni bostirish to'lqini ko'tarildi. Anne bir oila kishilari Gollandiyaga ko'chishga majbur bo'ldi. Annening dadasi Otto Frank naytim aqlli savdogar odam edi. U Amsterdamda bir shirkat ochgan bo'lib, maxsus meva uyutma sotadi. Savdosimi yaxshi edi. Biz keyin Anne bir oila kishilar qoldirgan silliq film va rasmlardan ularning nayt boy bayashat o'tganligini ko'rib olaymiz. 1940-yili 5-oyda 2-chi qitimliq dunyo urushi portildi. German fascistlari faqat bir haftadala Gollandiyani besib oldi. Anne bir oila kishilarning taqdirimi o'zgarishga boshladi. Ular har bir kunni dak-do'kchilikda o'tkazadi. Yahudilarni yo'qotish, lagerlarga sulash to'g'riliq paranglar ularning quloqlariga to'xtamay kiradi. 11 yoshlik Anne barliq xo'shalliqlari bor bo'lgan keyni ho'ylada yashaydi. Uning eng cho'ng bosh og'riqi bo'lsa, hadisi Margining go'zalligi. Apsining hadisiga yon besishi ham bularning mushu ish harakatlariga bo'lgan qizg'inishi edi. Annening butun kallasi mushu ishdagi vaqtda dadisi Otto boshqa ishning g'amida avora edi. Meva uyutmasi sotadigan shirkatning ustiga maxfiy bir qo'shimcha qavat yasaydi. Bu qo'shimcha qavatning kirish eg'izi bo'lsa, yig'in zalining bulingidagi koni kitob ishkavining keynida edi. Sirtqi ko'rinishidan bu qo'shimcha qavatni asosan belgili bo'lmaydi. Otto shirkatidagi MEP ismli xizmatdoshiga: "Qadrlik MEP,
Sen hazır biz Yahudilarning qaysi holatda ekanligimizni yaxshi bilasan. Agar bir kunlarda men sendan menga yordam qilishni o'tinsam, albatta bu sen uchun baxatarlik ish. Lekin men yana boshqa kimga ishonishimni uqmayman. Agar rostilla mushundaq bir kun bo'lib qolsa, menga yordam berishni xohlamsan deb so'raydi. Mep yo'g'on ko'z, sal semizrak kelgan qiz bo'lib, Yahudilarga ich og'ritadigan oq ko'ngil qiz bo'lg'ach, ma'qulligini bildirib, beshini ling'ishtidi. 1942-yili 6-oyning 12-kuni. Annining 13 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Bu kuni u yaxshi ko'radigan bir jup oyoq, o'yinchoq qatorliq nurg'un sovg'atlarni topshirib oladi. Uning eng yaxshi ko'rgani bo'lsa, qizil tashliq kundalik xotira edi. Bu xotirning texi mis qulpimi bor edi. Har qatim taq qilgan ovoz bilan Annining dunyosiga kirgil bo'ladi. Yana bir qatim taq qilgan ovoz bilan Annining butun dunyosini mushu xotirga yoshirib qo'yg'ilimi bo'ladi. Anni mushu kundan boshlab bu so'yimlik xotirga Keti deb ism qo'ydi va kundalik xotir yozishga boshladi. Annining tug'ilgan kunidan necha hafta o'tib, ya'ni 1942-yili 7-oyning 5-kuni, yakshanba. Anni maxfiy uyda oftobga qoqlanayotdi. Tövəndəki işıq qo'ng'irqining ovozi anglandi. Anni ishik sirtadikilarning o'zining bir to'p do'stlari bo'lib qolishini umid qiladi. Bu vaqtda uning yeshimi cho'nglayotgan bo'lg'ach, u tunji muhabbatining ishik oldida bo'lishini texmi arzu qiladi. Lekin ish undaq bo'lmadi. Ishik oldidagilar German natsistlar hukumatining buyrug'iga asosan Annining ochisi Magining darhol sharqdagi emgak lageriga berishini uqtirg'ili kelganlar edi. Bu yig'ilish lageri Anni oilasidagilarning eng ansiraydigan ishi edi. Atisi Annining do'stlari uning bilan o'ynash uchun uni izlab kelib, uning yo'qligiga hayron bo'ldi. Annining bir oila kishilari bir kechadala g'oyib bo'lgan edi. Ularning qo'shnilaridan anglishicha, yerlik hukumatmi ular bir oila kishilarining Shvetsiyaga qochib ketganligiga ishongan edi. Uning do'stlari qattiq umidsizlandi va o'yladan uning tug'ilgan kunidagi heliqi bir jup oyog'ini tepib oldi. Lekin uning qizil, oq tashli xotirasi yo'q edi. Amaliyotda Frank bir oila kishilari Shvetsiyaga qochmagan. Chunki Otto Frank Shvetsiyaga boradigan yo'lning o'lim xavfi bilan to'lgan yo'l ekanligini yaxshi biladi. Otto o'zining ayoli va qizlarining bu xatarga tavakkul qilishini xohlamaydi. Shunda qilib bular maxfiy uydagi 2 yillik yoshirin turmushini boshlavatdi. Keyin Annining dadasining Yahudi hamkorlashquchisimi mushu uyda oilasi bilan yoshirindi. Shunda qilib jami 8 kishi bu tor kichik uyda tang yashadi. Bexatarlik uchun maxfiy uy ichida ular nayti qattiq bo'lgan tuzum bekitdi. Cho'qim töven ovozda paranglashish kerak. Kunduzi suv ishlatishga bo'lmaydi. Cho'qim paypoq bilan mengish kerak. Faqat kech bo'lgandila shirkatdagi xizmatchilar hammasi ishdan tushganda bu 8 kishi pastga tushib ishxonada birlikda radio tingshaydi. Ular bilan sirtqi dunyoni ayirib turadigan, faqatla naytimi ig'ir aylanadigan
bir kitap ishkovi bor edi. Anni kundalik xotirasiga bu maxfiy uydagi hayotini yezib qoldirdi. Uning balog'atga yetgan yeshidagi hissiyotlari, tunji muhabbatdagi bo'lgan tatliq talpinishlari xotirasida shundoq aniq xotirlangan. Anni yer ostidagi etilib chiqib, bix surayotgan maysini yo'g'on bir tosh bilan besib qo'yganga o'xshaydi. U sirtqi dunyo bilan uchrashishga ilojsiz. Uning birdan bir yetilishi bo'lsa, ichki dunyosini pishib yetildirish. Annining bu xotirasiga Keti deb ism qo'yilganligini degan edik. Anni kunda bu samimiy do'stiga o'zining ko'nglida o'ylaganlarini to'katdi. Keti, men yer osti qarshi turish stansiyasidagi diktorni yaxshi ko'rib qoldim. U meningda bir axborot xizmatchisi bo'lish istiki qo'zg'alishga sababchi bo'ldi. Men to'xtamay yezishga bel bog'ladim. Lekin men keyin rostila shundoq ulug' asarlarni yoza olarmanmi? Annilar bilan birga turayotgan oilaning Peter ismli bir o'g'li bo'lib, Annidan 3 yosh cho'ng edi. Anni xotirasida u to'g'riliq mundaq yozadi. Keti, men Peterni yaxshi ko'rib qolganda qilaman. U bakmi xijilchan. O'g'il bolamo mushundaq sotdi bo'lamdi. Ularning kallasida nemishqa oddiy ham kulkilik xiyollar bo'ladi. Anni bu kichik uyda Peter bilan uchrashib qoladi. Radiodan to'xtamay yahudilar munosabatlik shum xabarlar anglanib turadi. Yig'ilish lageri, zaharlab o'ltirildigan uy, o'lim degandek. Anni bakmi xo'shal yuradigan qiz edi. Hatto Gestapo, ya'ni fashist Germaniyasining davlatlik maxfiy tashkiloti kelib ishxonani tekshirgan kunimi u umidsizlanmagan edi. Bir kuni Anni Angliya radio stansiyasining besivilingan rayondagi xalqning beshidan kechirayotgan kunining qanchalik ig'ir ham qorong'u bo'lishidan qat'iy nazar uzildirmay kundalik xotira va maqola yozib, yuz berayotgan har bir voqea orqali tarixni qoldirishi to'g'risidagi xabarni anglab qoldi. Bu xabar Anniga texmi cho'ng turtki bo'ldi. Shuning bilan Annining xotirasining texmi zo'r ahamiyati bo'lishga boshladi. Anni eng yaxshi ko'radigan joy maxfiy uydagi dariza tuvi edi. Sirtqi dunyo bilan Annini ayirib turg'ini yanala shu nepiz bir aynak. To'xtamay rangi o'zgarib turadigan kashtan darxi. Chechaklagandan boshlab yo'pirmoqlar tushib, yana qayta chechaklashni saqlashi Annining hayotga bo'lgan talpinishiga o'xshaydi. Anni yana cherkovdan kelgan qo'ng'iroq ovozini anglashni yaxshi ko'radi. Bu ovoz uni jimjitlikqa boshlab, xuddi uni Tangriga noiti yaqin turgandek his qildiradi. Eng oxirgi xotira 1944-yili 8-oyning 1-kunidan boshlab to'xtab qolgan. Ayni vaqtdagi Gollandiyada Germanlar yahudilarni tutish uchun bir yahudini pash qilgan kishini 40 Gollandiya goldini bilan tortuqlaydiganlik to'g'risida uqtirish chiqardi. 8-oyning 4-kuni Gestapolar bu eg'ir kitob ishkovi orqali bu maxfiy uyga kirdi. Ular Anni va boshqa 7 kishini tutib lagerga solaydi. Otto Frank ayni chog'da havola qilgan xizmatdoshi Mep voqeadan keyin bu vayron qilingan maxfiy uyga keladi. Qalaymaqan
kitob va gazetlar orasidan ئەننىنىڭ kundalik xotirasini bayqaydi. U xotirining qulupini ochmagan holda nihoyatda yaxshi saqlaydi. Urushdan keyin Otto Frank o'lik tirilishiga qaramay Amsterdamga qaytib keladi. Mep kundalik xotirani Ottoga topshirib berdi. Bu kishimo ئەننىنىڭ xotirasini ochmay nihoyatda avaylagan holda qizining dunyosini qo'g'dash bilan birga to'xtamay ayoli va qizlarining izdirkini qiladi. Oxirida yanala yetib kelgini Anni bilan ochisi Magining bergan bersin lagerda jon o'zganligi to'g'risidagi shum xabar bo'ladi. Bu vaqtda u texi 16 yoshga kirmagan bo'lib, ittifoqdosh armiyaning g'alaba qilishiga 2 oymo vaqt qolmagan edi. Otto qizining o'lim xabarini anglagandan keyin uning xotirasini ochdi. Taq qilgan ovoz bilan ئەننىنىڭ nihoyatda qisqa, lekin bakmi go'zal bo'lgan hayoti uning ko'z oldida qayta namoyon bo'ladi. ئەننىنىڭ xotirasini o'qiyotgan Otto ko'z yoshlarini qat'iy to'xtatolmaydi. ئەننىنىڭ xotirasi 1947-yili nashr qilingandan keyin 65 xil tilga tarjim qilinib, dunyoning har qaysi joylarida jami 31 milliondan ortiq besilib, tiraji eng ko'p, ta'siri eng kuchli bo'lgan 2-dunyo urushidagi adabiy asar bo'lib qoladi. Bu kitob yana yer sharida eng ko'p o'qilgan 100 kitobning biridir. 2009-yili ئەننىنىڭ xotirasi rasmiy holda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Ma'rif, Fan texnika va Madaniyat komiteti tarafidan dunyo xotirlash tizimligiga kirgiziladi. Chunki Anni beshidan o'tkazgan voqealarni yezib qoldirib, haqiqiy tarixni xotirlagan. Germaniya bu tragediyani keltirib chiqargan birinchi jinoyatchi. Urushdan keyingi necha yilda German hukumati xalq ommasiga Hitler fashizm ideyasining eng negizlik jinoyat asosi ekanligini bildirish uchun kuchigan bo'lsa-mu, ko'rinarlik unumi bo'lmagan. 1950-yili Germaniyaning Heidelberg shahridagi Lambert Schneider nashriyoti nemischa ئەننىنىڭ xotirasini nashr qilgandan keyin ishlarda o'zgarish bo'lgan. Gerçi birinchi qitim faqat 4500 parchali besilgan bo'lsa-mu, ba'zi kitobxonlar bu kitobni kitob jazisiga tizishqimi petnolmagan. Lekin haqiqiy xotira German xalqi orasida qattiq g'ul-g'ul qo'zg'agan. Bu xalq nemishqa oxirida o'zining qilmishlari haqida qattiq o'ylandi. Chunki ular tarixning siyosatchilar tarafidan o'zgartirib o'tilganligini bildi. Germanlar tarixda rost shunday qilgan tursa, kim huquq tutsa, o'zi yaxshi ko'radigan tarixni yezib qoldirdi. Lekin bu kichik ئەننىنىڭ xotirasi bo'lsa, haqiqiy, tafsiliy ham go'zalligi bilan German xalqini o'zlari o'tkazgan jinoyatiga ishontirdi. Shunga bugunga qadar yangi natsizm va mushuninga o'xshash radikalizmlar bu millatni nihoyatda tasda qayta tirildirdi. Lekin bu kitob yanada bir mazgil Xitoyda, bir qism arab davlatlarida va dunyoning boshqa joylarida cheklandi. Tarixdagi bugungi kun ئەننىنىڭ xotirasi. Do'stlar, yozayli. Siz uchirgan naҳақчылык, bostirishni teximi ko'p ئەننىlar yezib qoldirgandilar. Bu xil jinoyatlar bizning avlodlarimizdan
yiroqlashadi. Tugidi.